Milliy libos millat qiyofasi, inson ko'rki, milliy iftixorning ifodasidir. Har bir millatning o'ziga xos madaniyati, an'analari va urf-odatlari bor. Milliy libos esa ushbu madaniyatning ajralmas qismi bo'lib, u millatning qiyofasini, boy tarixini va ma'naviy qadriyatlarni aks ettiradi. Biz yoshlar milliy libos nafaqat tashqi ko'rinish, balki xalqimizning ma'naviy dunyoqarashini, an'analarini va qadriyatlarini o'zida mujassam etadi deb hisoblaymiz. Bugungi kunda milliy libos nafaqat urf-odatlar, balki modalar dunyosining ajralmas qismiga aylangan. Milliy liboslarni kiyish nafaqat u yoki bu xalqqa mansublik, balki o'z millatiga bo'lgan hurmat va sadoqat belgisi hamdir. Shunday ekan, biz yoshlar milliy liboslarimizga alohida e'tibor qaratib, ularni ardoqlash va kelajak avlodlarga yetkazish lozim deb o'ylaymiz.